Ba'zida insonlar bilan insonlar ayrilishsa, hayoti o'xshamasa, bittasi ikkinchisiga aytadiki, ya'ni yaxshi taraf boshqa tarafga aytadiki, sen endi mandakasini topolmaysan. Sen uchun men edim yaxshisi, mendan yaxshisini topolmaysan deyshadi. Lekin hayotga qarasangiz, insonlar boshqa bir insonga yaxshi yoki yomon deb baho berayotganda, o'z dunyo qarashidan kelib chiqib baho beradi. Ya'ni siz qanchalik yaxshi bo'lmasangiz ham, siz qanchalik u insonga nisbatan mehribon bo'lmasangiz ham, u insonning dunyo qarashi buzuq bo'lsa, u uchun buzuqlar yaxshi. Ya'ni insonning dunyo qarashi yaxshilashgani sari haqiqatan ham yaxshi insonlarning qadriga yetishi boshlaydi. Insonning dunyo qarashi yomonlashgani sari, buzuqlashgani, tubanlashgani sari u uchun yaxshi insonlarning qadri bo'lmaydi. Yaxshi insonlar ularni qiziqtirmaydi. Unaqa insonlarni buzuq insonlar qiziqtiradi, chunki dunyo qarashi buzuq. Yaxshi va yomon deyotgan sifat insonning tushunchalaridan kelib chiqadi. Insonning dunyo qarashidan kelib chiqadi. Demak, inson uchun ming yaxshi bo'lsangiz ham, uni dunyo qarashi tuban bo'lsa, u buzuq inson bo'lsa, sizdagi yaxshi insonni u yomon deb biladi. U uchun asli buzuq insonlar yaxshi. Teng-tengi bilan deganning ma'nosi ham shu. Shu uchun ham aytiladiki, yaxshi insonlar yo'qotmaydilar, balki yo'qotiladilar. Yaxshi insonlar yo'qotmaydi, balki yaxshi insonlarni yo'qotiladi. Shu uchun mendan yaxshisini topolmaysan. Men sen uchun eng yaxshisi degan gap u xato gap. Inson dunyo qarashiga mos insonlarni qidiradi. Buzuq inson buzuq insonlarni qidiradi. Aslida buzuq insonlarni o'ziga o'xshagan insonlarni yaxshi deb biladi. Yaxshi inson esa dunyo qarashi pokiza bo'lgan inson bo'lsa, yaxshi inson